Qarindoshlar, yana vaqtimiz to'shab ketib, sizga qoldigan narsa faqat 10 minut oldi to'shib ketdi. Biz davomiga kelaylik. Davomiga kelsak, biz nega kelgan to'q degan vaqtida nega kelgan to'q. Ya'ni mav barmoqning ishlash rayollari mushu rangdagi mushu rayonlarga ishlaydi. Chunki qo'limizni qo'ygandan keyin chunki o'ng qo'limizning bosh barmog'ini J knopkaga, ya'ni barmog'imizga bir qattiq narsa urildi. Bundoq silsak. Ash to'g'ri keldi. O'ng qo'limizning ko'rsatkich barmog'iga F knopka keldi. Shu bo'yicha qo'limizni kompyuterning knopka taxtalari ustiga qo'yamiz. Qo'ygandan keyin mavi chimchiloq barmog'imiz mushu rang rayonida mush knopkalarga ishlaydi. Chunki o'ng taraf birinchi barmoq. Endi mavi nomsiz barmog'imiz marang bilan bu yapadigan marangga ishlaydi. Marangga, mavchu, marangga, mavchu, marangga, marangga, mavchu, mananga, managa ishlaydi. Endi bu ikki barmoqimiz qo'linglarni qo'ygancha o'zinglar bilasizlar. Mavi ikki bosh barmoq bo'shliq va ikkandikiga keldi. Chunki ikkisiga shu ikki barmoq eng yaqin knopkalar bu shu. Endi bu bo'shliq knopkasini uzun qo'yilgan desa, qo'linglarni qo'ygancha ikki bosh barmoqlarga rahat tegish uchun, chunki buni ko'p ishlatamiz. Ham shunday laylangan. Buni so'zlab o'tdim. Bilib olinglar. Endi biz not. Buyoqqa ma'ni yozdik. Bir chek turaylik. Enter dedik, pastga tushib ketdik. Shunaqa buni ko'rib oldik. Endi biz masalan mana notepad. Mishada dosya deganni yechib, yangi deganni bossak, yangi bir bet yechib berdi. Buni saqlamsiz deydi. Saqlasam, saqlab etib yangi bet ichida biz buni hozircha iptal, ya'ni yo'q deb turaylik. Masalan, meni besib turib, meni bossaqchi kompyuterning ichida burun saqlab olgan boshqa narsalarni echish uchun ishlatadi. Meni bossaq bo'ldi yoki bu yerning hech qaysini bosmay turib, yangidan bir narsani echish uchun Ctrl qo'shilgan N, ya'ni Ctrlni besib turib, nervni bossaq, biz boqaylik, saqlamsiz degan boy gap chiqadi. Ctrlni bosdim, yana bosdim, saqlamsiz deb chiqdi. Mana. Yerda ko'rsatib mana. Bu yandagi nima narsalar desanglar, mush narsalarni siz meni ochmay turib, echish uchun Ctrl onu bossangiz och. Mana onga kelasiz. Kompyuterdagi ichida saqlagan biroq narsalardan birini ocha olasiz. Yoki Ctrl S ni bossangiz, buni saqlaysiz degan narsa. Meni bossanglarcha bundan chiqibsizlar. Mana notepaddan chiqibsizlar. Endi bu yerni ko'rib oldik. Ko'rib olgandan keyin bu yerda ikki xil saqlash bor. Buni ko'rmay demay o'tib ketibman. Mana saqlash. Mana ikkinchisi farqli saqlash. Odatda ko'pincha mushni ishlatamiz. Masalan, mana bossak, bunda ochildi. Biz buni qandoq mana ekran yuzi. Ekran yuzi degan qaysi degan vaqtida ekran yuzi mana shu tutib turaylik. Ekran yuzi mana bu ekran yuzi. Mishaga saqlash. Eshak saqlash. Meni bosdik. Ekranga saqlash yoki miyaga saqlash. Masalan, miyaga C diska rayonda saqlaymisak, buning ichida mantal bo'lsak, undan keyin mana bessak, mushundan ichiga saqlanadi degan gap. Bularni bilib oldinglar, o'zinglar saqlab beqib, sinab beqib, taqim yaxshi bilasizlar. Endi bir narsani demay o'tib ketibman qo'yina. Masalan, bu yerda belgilash tegishlik bir narsa bor. Mana txt degan tekst degan gap. Mana tekst qo'ysapti. Endi meni bossaqchi har qanday bir shakl degan gap hamdi. Biz odatda tekst o'qigandan keyin txt odat qilamiz. Miyaga unda besib o'tgandan keyin masalan mashq deb boqaydi. Mashqim deb boqaydi. Mening mashqim. Endi besakchi biz miyani tanlab turib, qani, ekran yuzi miyani tanlab turib,
Bunda yazgandan keyin meni bossak ekran yuziga bu saqlandi. Bular o'zinglar shunda saqlagan holatda sinab yiqinglar. Internet bossak past tushib ketdik. Uni ko'rib oldik. Endi biz ma'lum xatni yeniga akilib, stilk belgisini taq bossak, bu xat tanlangan. Agar bu yerda bo'shliqlar bo'lmagan bo'lsa-chi, butun hamma qurini tanlaydi. Endi miyaga kelib turib, taq bosdik, mana bu yap berdi. yoki biz miyaga kelib turib, o'ngdan boshlaylik. Miyaga kelib turib, mana bundaq qilib mausda ishga chekib turib, mausning qisqasini qo'yatmay turib, o'ng tarafga tassak birinchi harf qo'yildi, yana o'ng tarafga bossak ikkinchi harf qo'yildi, tativasak kuch qo'yildi. Mishada qo'yib turib, shiftni besib turib, masalan, mana bosdik, shiftni besib turib, o'ng tarafga bosgan knopkani bossak, bundaq bu yapmangdi. Üstiga bosganida bossak, ustiga chiqdi, ustigini bu yapmangdi. Mana. Endi mana bo'sh yana besib bo'ygan narsalar yo'q edi. Ostiga tushgan bosdik, osti knopkani ostiga tushdi. Mana holatda buni ko'rib oldik. Endi masalan biz ma'lum bir xatni tanlab turib, uni chaplashni o'ynaylik, boshqa yerga nusxalashni. Masalan, men miyaga akib turib, mausni taq qilib ikki bossam, mana bu yapadi-ku. Masalan, buni qilib bo'lgandan keyin Ctrl-ni besib turib, C belgisini bossak, buni nusxalab bo'ldi hozir. Miyaga kelib turib, Ctrl-ni besib qo'yib o'tmay, V-ni bossaqchi, menni miyaga nusxalab berdi. Bo'shliq qo'yib, yana o'xshashlam Ctrl-V-ni bossak, saqlab berdi. Ko'chirib berdi. Besiversa ko'chirib chiqaverdi mana. Endi Ctrl-Z-ni bossaqchi, orqa qaytib mengaverdi. Mana. Sizlar besib boqsanglar bo'ldi. Endi biz Ctrl-ni besib turib, A-ni bossak, butun hamma narsani, bet yuzidagi hamma narsani bo'yab tanlab berdi. Mana. Endi Ctrl-ni besib turib, C-ni besib, bo'sh yerga akib turib, Ctrl-V-ni bossaqchi, butun hamma narsani yana ko'paytirib berdi. Shu bilan bu bir hissatdan ikkisi o'xshash ko'paydigan gap. Bu ko'chirib chaplashning usuli. Ya'ni xatni ko'chirish uchun biz bunda besib tanlab oldik. Tanlab olgandan keyin Ctrl-C-ni bosdik, bo'sh yerga keldik, Ctrl-V-ni bosdik, chaplab berdi. Ctrl-Z-ni bosdik, orqa qadamga yenib berdi. Buni nima oldik-ku? Ya'ni bu chaplash, nusxalash va chaplash usuli. Endi biz Ctrl-Z-ni o'rgandik, Ctrl-C nusxalash, Ctrl-V chaplash, Ctrl-A butun hamma betdagi hamma xatlarni bo'yash. Endi betdagi xatlarni tepish usuli. Masalan, biz betdagi xatlarni tepish uchun Ctrl-ni besib turib, F-ni bossak, moya chiqdi. Chiqqandan keyin biz bu yerga masalan men deb turaylik yoki meni besib turib, qo'yib o'tmay ustiga bunda chiqib yoki menga bir chekib o'tgandan keyin ustiga chiqadigan knopkani besib ustiga chiqa olamiz. Masalan, Urumchi kichik harf bilan boshlangan bu Urumchini izlab boqay. Qaysi o'rinda Urumchi bor deyish uchun, masalan bu yerga Urumchi kichik harflik degandan keyin bu yerda biz miyadagini mantillaymiz. Ish qilib, shu 3 xatning so'l ostidagi mantildiqqa tanlab o'tgandan keyin menga bir ishorat o'rgatildi. Mana taq qilib bosdik. Topolmadi. Dasa yana topolmadi-ku. Hech qisi yo'q. Mana. Mavi emas, mavi ekan. Mana bu yetib turaydi. Endi buni o'chirib, masalan, cho'ng harf bilan boshlangan knopkasining, miyaga xatning o'ng so'l